Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hammaga salom. Uyda beton quymoqchi bo'lib, arendaga apalavka olmoqchi edim. Arendachilar kuniga 120 ming so'mdan beraman dedi. Keyin o'zim taxtani hisob-kitob qilib, o'zim olmoqchi bo'ldim. Mana oldim, yasadim. 15 kun arenda to'lasam falon pul bo'lib ketar ekan. Undan shu taxtani o'zim sotib olib 3,5 millionga sotib oldim. Bir kun vaqtim ketdi yasagani. Mana 20 metr jupiga apalavka chiqdi. Ishlatib olgandan keyin sotib olsam ham bo'laveradi. Nima deysizlar shunga? Qalay chiqibdi, mehnatimizga baho beringlar-chi mana.